Alisizlar bolalar. Yaxshimisizlar? Bugun sizlar bilan 3 ta top narsalar qilamiz. Birinchi mana mamdicha narsa qilib olish kerak. Birinchi hamma narsani olish kerak va bittasini olish kerak, mamdi deb yozish kerak. Keyin mammani mana shunday qilib yozish kerak. Keyin buni ham mamday qilib yozish kerak. Endi mammani qo'yamiz. To'xta. Yaxki. Endi sen bo'lmaysan-ku. Sen kamonchisan. Kelishib olganmisizlar? Option boshqa joydan qilamiz. What the heck, bro? Qayerdan olamiz? Mana ochunki boshqasi bor. Mana. Davay. Senga ism qo'yamiz va sen ko'rdinglar? Endi boshqasi. Sen ul qochib tur. Sen yordam kerakmisan. Endi qo'yamiz. Mana jip pastkichiroq qilamiz. Rang-barang bo'lib turadi. Yo'q. Endi qaranglar. Xohlagan bitta moblaringni qo'yasizlar. To'xta. Chappa qilib qo'yamiz. Davay, sen Ha, yo'zni. Yaxki. Men buni qilmabman. Yaxkilar. Aytgan cho'bini bo'lsa kerak. Bo'layki. Lekin rangi yo'qolgan. Sen nima yo'q. Bu bo'lganing yaxshi. Videomizda ham o'z nihoyasiga yetdi. Va sizlar bilan men Ibrohim bo'ldim. Xayr.